Jasad qani? Gitlerning sirli o'limi tafsilotlari fosh bo'ldi. Azizlar, ushbu qiziqarli videorolikni oxirigacha tomosha qiling va video ostiga bir dona like bosishni unutmang. 1945-yil 30-aprel kuni Adolf Gitler shaxsiy bunkerida o'z joniga qasd qilgan. O'limidan bir kun oldin esa o'zining qismatiga sherik bo'lgan Eva Braunga uylangan. Holokost me'mori o'z jasadini yoqib yuborishni vasiyat qilgan. Gitlerning so'nggi soatlari qanday o'tgani haqida RBK maqola tayyorladi. 1945-yil 16-yanvarda Adolf Gitler havo hujumlaridan qo'rqib, Berlinda o'zi uchun maxsus qurilgan bunkerga ko'chib o'tdi. Yer ostidagi majmuaning 20 ta xonasi bo'lib, umumiy maydoni taxminan 250 kvadrat metrni tashkil etgan. Bunkerdan 3 ta chiqish yo'li bor edi. Tashqi ishlar vazirligi binosiga, imperiya kansleriyasi va uning bog'iga 15-martgacha Gitler vaqti bilan ko'chaga, o'z kabinetiga chiqib turgan. Mart oyining o'rtalaridan to umrining oxirigacha bunkerni faqat bir marta 20-aprelda o'zining 56 yoshga to'lishi munosabati bilan tark etgan. O'sha kuni uning hayotidagi so'nggi film suratga olingan. 22-aprel kuni Yozef Goebbels oilasi bilan Gitlerning bunkeriga kirgan. Bunkerda o'lik sukunat hukm surardi. Gitlerning shaxsiy qo'riqchisi Rohus Mish uning bunkerda o'tkazgan vaqtini shunday tasvirlaydi. Atmosfera og'ir, zimiston va mutlaqo noqulay edi. Namgarchilikdan qutulishning iloji bo'lmasdi. Shunga qaramay, umuman olganda bunkerda yashash sharoitlari menimcha yuzaga kelgan vaziyatni inobatga olganda durust edi. Urushdan keyin ko'pchilik aytganidek u yerda ichishmasdi. Ba'zan kimdir o'ziga bir stakan spirtli ichimlik quyib olardi. Faqat so'nggi kunlarda biroz bo'shashganimni sezdim. Sovet armiyasi esa hujumni davom ettirmoqda edi. 21-aprelda qo'shinlar Berlin atrofiga kelib kirdi. 23-24-sanalarda ular allaqachon shaharda edi. 26-aprelda Berlin markaziga hujum boshlandi va 28-aprelga kelib qo'shinlar allaqachon shaharning bir qancha tumanlarini bosib olgan edi. Aynan shu kuni Italiyada partizanlar tomonidan Benito Mussolini qatl etildi. Uning jasadi bosh tomoni pastga qaratilgan holda osib qo'yildi va kuchli darajada tahqirlandi. O'z ahvoli abgor ekanini anglagan Gitler 28-aprelda ikkita vasiyatnoma, siyosiy va shaxsiy vasiyatnoma matnini aytib yozdirdi. 29-aprelga o'tar kechasi esa Führer bunkerning kichik majlislar zalida Eva Braun bilan nikohdan o'tdi. Men Berlinda qolishga va Führer hamda Reichskansler qarorgohini saqlab qolish imkonsiz bo'lgan paytda o'z ixtiyorim bilan shu yerda o'limni tanlashga qaror qildim. Men qo'rqoqlarcha qochishdan, ayniqsa taslim bo'lishdan ko'ra o'limni afzal bildim deya Gitler aytib turgan. Shaxsiy vasiyatnomasida u shuni qo'shimcha qilgan: bizning, ya'ni xotinim bilan istagimiz shuki, jasadlarimiz darhol shu yerda yoqib yuborilsin, chunki men 12 yil davomida kundalik ishimning asosiy qismini aynan shu joyda bajarganman. Rohus Mish 29-aprelga o'tar kechasi bo'lgan voqeani quyidagicha yodga oladi. Bu yakun edi. Bunkerni qo'rg'oshindak og'ir sukunat bosib turganda, haqiqiy beton sarkofag kabi mutlaq tobut sukunati hukm surardi. Yaqin soatlar ichida Gitler o'z joniga qasd qilishiga hech kim shubha qilmasdi. Har birimiz uning o'limidan keyin bizga qanday qismat yozilgani haqida o'ylardik. Germaniya armiyasidan undan qolgan qismlardan kelayotgan xabarlar asosan Sovet qurshovini yorib o'tishga bo'lgan barcha urinishlar muvaffaqiyatsizlik bilan yakunlanganini bildirardi. Ikkalasi ham o'lik edi. 30-aprel kuni soat taxminan 3:30. Boshqa ma'lumotlarga ko'ra esa soat 15:50 da Gitler o'z joniga qasd qildi. Shu mehmonxona deb ataladigan xona ichida men uning harakatsiz jasadini ko'rdim. Men undan 6 metrcha narida edim. Gitler stol yonidagi divanda boshi ko'ksiga tushgan holatda o'tirardi.
Uning yonida oyoqlarini yig'ib, tizzalariga engashib Eva Braun o'tirardi, deydi Roxus Mish. Führerning xizmatkori Heinz Linge o'z xotiralarida porx hidini sezganini yozgan. Shundan so'ng Martin Bormannni chaqirib, u bilan Gitlerning xonasiga kirgan. Adolf Gitler va Eva Braun divanda o'tirishardi. Ikkalasi ham o'lgan. Uning boshi devorga biroz egilgan edi. Divan yonidagi gilamga qon sachragandi. Uning o'ng tomonida xotini o'tirardi. U oyoqlari divanga cho'zilgan holda yotardi. Xotinining bujmaygan yuzidan qanday o'lganini anglab olish mumkin edi. Faqat keyinroq ruslar mendan bu haqda so'raganlarda Gitlerning yuzini yaqindan ko'rmaganim va o'q qanday jarohat yetkazganini ayta olmasligimni tushundim. Mening asosiy maqsadim bu ishni tugatib tezroq g'oyib bo'lish edi. Gitlerning jasadi qani? O'z joniga qasd qilgandan keyin Führerni polga yotqizib, adyolga o'rab, orqa eshikdan Reichskanselariya bog'iga olib chiqishgan. Heinz Lingening xotiralariga ko'ra, bog'da Gitler va uning xotinini jasadlariga benzin quyib yoqishga urinishgan, ammo kuchli shamol va to'xtovsiz sovet artilleriyasi o'qlari ularga xalaqit bergan. Oxir-oqibat jasadlar ustiga qalin qog'oz to'plamini tashlab, ularni yoqib yuborishgan. Linge Führerning narsalarini yo'q qilguncha jasadlar soat 7:30 gacha yonib turgan. Qoldiqlarni esa snaryad varonkalardan biriga ko'mishgan. Gitlerning o'limi haqida Sovet qo'mondonligi 1-may kuni ertalab soat 4larda Yozef Goebbelsning maktubidan xabar topgan. Marshal Georgiy Jukovning shaxsan o'zi Iosif Stalinning dachasiga qo'ng'iroq qilgan. 3-Reyx boshlig'ining o'z joniga qasd qilgandan xabar topgan SSSR oliy bosh qo'mondoni shunday xitob qilgan: "O'yinni tugatdi, yaramas. Afsuski uni tiriklayin qo'lga tushira olmadik. Gitlerning jasadi qani?" Jasad yoqib yuborilganini bilgach, Stalin so'zsiz taslim bo'lishdan tashqari hech qanday muzokaralar olib bormaslikni buyurgan. 1-may kuni bunkerda Yozef Goebbels va uning rafiqasi o'z joniga qasd qilgan. Ular bilan birga 6 ta farzandlari ham halok bo'lgan. Jasadlar kulga aylantirilib daryoga tashlandi. 2-may kuni Sovet askarlari shturm bilan bunkerni egalladi. O'sha kuni kechqurun Goebbels va uning xotinining jasadlari topildi. 5-may kuni esa chuqurdan Adolf Gitler va Eva Braunning kuygan jasadlari aniqlandi. Führerni faqat tishlaridan tanib olishdi. Gitler va Braunning qoldiqlari bir necha bor qayta ko'milgan. Dastlab 1945-yil iyun oyida Ratenov shahri yaqindagi o'rmonda, keyin esa 1946-yil 21-fevralda Magdeburgdagi harbiy shaharcha hududida, 1970-yilda harbiy shaharchani nemis hukumatiga topshirishga qaror qilindi va 4-aprel kuni Führer va uning rafiqasining jasadlari qazib olinib, yoqib yuborildi. So'ngra kulga aylantirilib, Biderits daryosiga tashlandi. Gitlerning yagona saqlanib qolgan qoldiqlari, tishlari va bosh suyagining bir qismi Federal xavfsizlik xizmati arxivlarida saqlanadi. 2018-yilda o'tkazilgan mustaqil tadqiqot doirasida Rossiyada saqlanayotgan qoldiqlar haqiqatan ham Adolf Gitlerga tegishli ekani tasdiqlandi deyilgan xabarda.